Biz o 8 yoshga to'lgandan keyin, boshimiz tosh urilgandan keyin, shovam yonida kurtiy qolmagandan keyin kirbovka qilib o'tirmaylik-da. Hozir shuni chiqarib ketaylik duomizda. Shunga bir ikkita o'zgarish kiritdik. Aslida ispan butasi usulida ham biz sizlar bilan qilgan ish yo'q bu yerda. Endi chunki menga shunaqa gaplar bo'ldiki, bu vaza usuli yoki o'sha ispan butasini o'zi-ku deyildi-da. Oxir oqibat ko'rinishi o'zidek chiqsa ham, lekin bu yerda ishni osonlashtiruvchi bir ikkita qadamlar bor. Endi sizlar bilan kesamiz. Sizlar kichkina qaychim sog'lik berdingizlar menga. Mana shu aka ushlab turadi. Demak, yangi o'sgan novdamiz 50 qo'yib kesasizlar. Endi imkon bo'lsa hammasini ilashtirib bitta kesib olsangiz zo'r bo'lardi. Bu yoqdan ham. Qanchalik o'zi ketdi. Mana endi qaranglar. Bu yerda biz nima qilamiz? Yana yozda kelamizda. To'g'ri, ozgina yashil kesish qo'shilyapti. Lekin arziydi shunga. Endi yana o'sganini sizlar oldin qilgan ishlarni qilasizlar. Ikkasini qoldirasizlar, yotiqlarni bir qarshi kesib ketasizlar. Bu shunda kelasi yil shu vaqtda kelganimizda mana shu balandlikda mana bu holat bo'ladi. Ha, mana ular ham to'liq meva kirgan bo'ladi. Ham bu yoq yotaveradi. Ya'ni biz buni shoxlatamiz deb turib bir qarshi kesmayapmiz. Bu yerda mana 50 sm qismi novdani qovatdi bizda. Bu ya'ni mevaga yotish jarayoni sekinlamayapti. Endi bitta xavotiringiz bor Sanjar aka. Men bu narsani hozir to'g'ri tushunaman va ozgina vaqt berishingizni so'ragan bo'ladi. Mana bu qismlarini masalasi ham oydinlashadi. Endi bizda yaxshi holatda aslida meva berish kerak edi. Chunki umumiy bog'dorchilik qonun qoidalari bo'yicha bu turgandan keyin gilosni 1 yoshli novdasi 2-yilga o'tib gul kurtay chiqarish kerak edi. Bizda tepa qismida bor, past qismida bittalik bo'lib qolgan. Ha, endi bu yerda bitta izoh beraman. Novda tez o'sganida mevaga yotish kechikadi. Meni hozir fikrim shu. Ya'ni mevaga yotishiga novdani o'sish tezligi xalaqit bergan bo'lishi mumkin. Lekin bu bittalik kurtay hali o'suvchi degani emas. Xudo xolasa bu agar gullaversa, bitta o'sha yerda meva hosil bo'ladi. Ya'ni kam sonli meva bo'ladi, ammo yirik bo'ladi. Bu birinchi versiya, birinchi bizani tushishimiz mumkin bo'lgan holat bu va bu biz xohlayotgan narsa. Bu biz uchun yaxshi bo'ladi. Ikkinchi holat, Sanjar aka, siz aytishingiz mumkin. Nobodo Mansur bu gul bo'lmay bargga aylansa-chi desangiz, bu qismi sizga shox chiqarib beradi. Bizga yana ham yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni hech qaysi holatda ham asli yutqizmaymiz va bu daraxtlar bu yil uchun sizga sifatli mevani berishiga tepada ham kurtaylari yetarli deb o'ylayman. Ya'ni bu yoshida-da, hozir bizda ani sovuq urib ketgan yilni chiqarib olsangiz 3 ga to'lgan hisoblanadi, to'g'rimi? Aslida bu